Yana bir mijozimizga 20 kilovatli issiqlik nasosimizni o'rnatib berdik. Buni qanaqa o'rnatilganini ko'rsatib beraman. Video oxirigacha ko'rib turinglar. Mana o'rnatilgan, birkasini ko'rsatib qo'yaman. Og'irligi 124 kg bo'ladi. Devordan 50 sm qochirilgan. Bu tarafdan 50 sm qochish kerak. Mana bunaqangi temirga o'rnatiladi. Yerdan 50 sm balandda bo'ladi. Hozir ichkarilarini ham ko'rsataman. Ichkarida qanaqa o'rnatilganligini video oxirigacha ko'rib turinglar. Turbalarni ko'rishlar mumkin. Polietelindan 50 sm qochirilgan. Mana bu krishkasi qo'yib qo'yiladi. Bu krishka nimaga qo'yiladi? Havoni chiqarib olish uchun qo'yiladi. To'plamay nasosimizni qanaqa ishlashini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu monitorchi orqali boshqariladi. Bu hozir 40 gradusga qo'yilgan. 41 gradusi 7 gradusda turibdi. Hozir to'pli nasosimiz ishlagan yo'q. Nima sababdan? Mana bu yomkis bor. Bu issiq suv. Bu nimaga kerak? Bu to'pli nasosimiz yanada ekonom bo'lish uchun. Bunda issiq suv turganda. Mana bu to'pli nasosimizniki bu uyda sistemasiga kirib ketadigan suv. Bu o'rtadagi issiq suv. Bunda issiq suv bo'lgandan keyin aqdagi radiatorlardagi suvni aylantiraveradi. Shunda sovib qolmaydi. Bu shunaqa vazifani yanada ekonom bo'lishini vazifani bajaradi. Buni yana bitta qulaylik tarafi bor. Wi-Fi modul orqali telefondan ham boshqarsanglar bo'ladi. Hozir pastdagi holatini ko'rsataman, qanaqa eski holatidagi qo'yilganligini. Xonadonda eski katyoli borlarga qanaqa o'rnatamiz degan savolga ham biz eski katyolga sistemani, issiqlik nasosimizning sistemasini bog'lab o'rganmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqa qilib, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.